Жалпы команда интенсивдүү бакка жөнөдүк. Шпайлерге тартылып, зым тартылып, үстүнө сетка менен жабылган бак. Асты тамчылатып сугаруу менен сугарылат. Алмалары. Алган алмаларын көрсөңүздөр болот. Ona göre. Bu öte çoğunken. Çındığında çoğunken. Alan malışını görünüzdür. Oho. Bu jağı gala sordu. Tögül kaptır. İçindeki almaları karanızdır aslında. Gala sordu. 2016 yılı tekilgen ekan. Bu çаңlaştырuvchi. Navlarimiz qolib ketgan. Gektari katta bo'lib, keyinchalik payvand qilib tashladik. 25 to'liq azgatirdik. Jami necha gektar payvand bordi? Bu yoqda 12, 5, 25, 35, 35, 40 gektar. 25 bilan Bu yoqda 10, 40 gektarga. 40 gektar payvand qildik. 100 gektarni 40 gektarni payvand qilib tashladik. Nimaga payvand qildingiz? Pinklaydi asosan. 25 gektar qizilni yo'q qilib pinklaydi. Qizil o'rniga qilsiz. Ha, yo'q, qizil olma degan Red Delicious klonlari haqida gap ketyapti. Scarlet. Bu mag'rur bir tiyinga qimmat so'rtadi. Xullas, Duryod bu yerda doimiy ishlaydi agronom. Akbar Ali bor, yordam beradi bunga. Bu yerda boshidan ekishidan yer tayyorlashdan biz turganmiz. Faqatgina patkulchilik bor. Ya'ni boshqa kompaniya oxirigacha bitirib berish kerak edi. Bitirib bergan. Setga qo'ymagan yilimiz M9 galalar yerga to'kilib ketgan mevalar. Issiqda M9da yana qancha qizigan sari shuncha to'kib tashlaveradi. 50 tonnadan 60 ga chiqdimmi Duryod, chiqmadingmi hali? 55 ga chiqdik bo'lganlar. 55 tonnaga chiqqanmiz. Bu yerda 3,5 ga 0,80 daraxt ko'p. 3300 ta deydigan bo'lsangiz, bizning ikki sxemamiz 4 ga 1, eng ideal sxema. M9da. 4 ga 1 2,5 mingta daraxt bo'ladi. Har bitta daraxtda 18 tadan 22 tagacha yonshoq bo'ladi. Bundan ortig'i kerak emas, kami bizga 18-22 shuni orasi turish kerak. Shoxlar 1 metrlik 1,20 uzun bo'lib osilib tushaveradi. Har bittasidan 1 kilodan olsang necha kilo bo'ladi? 20 kilo. 2,5 mingtaga ko'paytirsak 50 tonna. 50 tonna. 50 tonna. Ya'ni 1 kilo bu hech narsa emas bitta shoxga. Hozir bitta shoxlar qarasangiz ayrimlarida 2 kilogacha meva bor. Endi nimaga hamma daraxtlarimiz bir xil o'sib, bir xil qarasak, 20-30 kilodan bo'lsa, nimaga 50 tonnaga chiqmasligimiz kerak masalan. 50 tonnaga har yili chiqa olishimiz kerak. Galada bu yil 30 tonna oldi. Ikki sxemamiz shu 30 tonnaga chiqqan M9da, faqat kalibr o'sha issiqda sekinlab qolyapti. Har bir kattalashgan kalibr katta tonnani qo'shib beraveradi bizga gektarga. Uchun issiq agar iyul oyi o'ta issiq kelmaydigan bo'lsa, gala o'zi avgustda terardik biz. 1-10-larda birinchi olib kelgan yillarimiz. Hozir Biz nimada boshladik? Iyul oxirlarida 25-yillarda. o'tgan undan oldingi yillar 20 da boshlagan yillarimiz ham bo'lgan. Ha, shunaqa. Erta boshlagan yillarimiz ham bo'lgan. Erta pishib qoladi. Shuni hisobiga kalibr kichkina, tonnamiz kam chiqadi. Bu Granny Smith yashil olma. Bu Golden. O kamida 30-40 kilo mevasi bor bu. Bu yerda bu ko'rgazmali 3 ta 4 ta qatorga qilganmiz xolos hamma navdan. O'zi navlar o'zi alohida gektar alohida. Masalan, gala 12 gektar, Pink Lady bir 30-40 gektar bo'lib ketgan. Granny Smith bor. Hammasi o'zining gektari. Bu yerda birinchi odamlar kelganda ichkariga kirib yurmasin, mana shu yerdan ko'rib ketaversin deb ektirganman. Bu yerda mana keyingi qatorda mana Pink Lady turibdi. Jeramin bor bu yerda. Jeramin.
Asosan shular. Scarlet Sport nimaga oldinglar? Scarlet yaxshi emas, qizil olmalar yaxshi. Endi qaranglar, shox egish bo'yicha so'rovdinglar, a? Xo'p, egish bo'yicha mana yangi o'sib chiqdi bu shox. Egish may oyidan boshlanadi. Kamida 70-80 o'sgan shoxni qalin shoxlar egish. Mana shu shox egishga yaraydi. Uzilib ketmasa agar, mana bizga xalaqit bermay tursa. Keyingi yilga bu. Ha, buni egayotganda bu chiqish joyi bor-ku. Mana shuni ushlab turib aylantiramiz. Mana chiqish joyidan pastga qarab ketish kerak, mana shunda turish kerak. Mana ideallisi shu. Bunda ham bo'lmasligi kerak, pastga ham tekis bo'lib qolmasligi kerak. Tepaga qaramasligi. Mana bu chiqqan joydan, aytimdek baland bo'lib, duga bo'lib qolmasligi. Mana o'sha ichi sindi. Mana uni olamiz. Shox ko'p bo'ladigan bo'lsa kerak emas. Shox kam bo'ladigan bo'lsa. Mana bu ichini sindirib qo'ysanglar, bo'lib turaveradi. Mana buni keyin ipda bog'laymiz. Har bittasi mana shular bog'langan, mana ko'ryapsizlar. Bir. Mana u ham bog'langan bo'lishi kerak, balki meva bilan yotgandir. Ikki tepalarga chiqqanda bog'lan. Boshqa daraxtlar qarasanglar bog'langani ko'p. Demak, birinchi 3 yilda bog'laymiz xolos. Qo'limiz yetgan joygacha bog'laymiz. Platformaga chiqib olib egmaymiz hech qachon. Pastdagi shoxlarni egib mevaga otqizsak, daraxt sekinlashni boshlaydi. Gilosda taktikamiz nima edi sekinlatish? Shaftolida, olxo'ri o'rida shoxlar ko'paytirishida. Xuddi shox ko'paytirish ideyasi bu yerda ham. Tushunasizlar? Faqat lider bo'ladi. Va liderda mana shunaqa shoxlar. Har bitta shoximiz aylanasiga joylashib chiqish kerak mana. Tepadan qaraganingizda otaravani g'ildiragini qo'yib turib tepadan qaraysiz, hammasi yonma-yon turadi masofa bilan. Eng yuqoridan qaraganimizda hamma shoxlarimiz shunaqangi joylashgan bo'lib chiqishi kerak. Aylanmasini bo'ldi. Tushundinglar? Yonma-yon masalan lider turibdi, yonma-yon chiqmasligi kerak. Qalinlashib liderni qisishni boshlaydi. O'shaning uchun bu yerda masofa bo'lishi kerak. Bitta bu yoqda, bitta bu yoqda. Aylanib. Endi har 20 santimetrda bittadan shox joylashsa, aytaylik 4 metr balandlikda nechta shox joylashadi? 20 ta. Demak 18-22 degan narsamiz yomon emas ekan. 20 santimetrda mana bitta bu yoqda, 20 dan keyin bitta bu yoqda. Mayda chuda unaqalar bilan o'ralashmaslik kerak. Kerakli, mevali, baquvvat mana shu bir. Mana shu sanashimiz mumkin mana bir. Mana buni qo'yamiz bu yoqqa chunki qaranglar. X obrazli biz tarbiyalaymiz. X bo'lish kerak mana. Bu yoqda 1, bu 2 mana. Bu yoq bo'shlig'ida. Yangi o'sib chiqdi. Qalin shoxni kesib tashladik, yangi taydan urib berdi. Ko'rasizlar? Mana u qalinlashib ketyapti. Buni kesamiz, o'rniga mana yangilarimiz kelyapti. 1, 2. Bu o'rtada ekan, bu bizga kerak emas. 3. Buni ham qoldiradigan bo'lsak 4. Endi mana atlarda bor mana 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta, yog'ni yana bir 10 tani joylashtirasizlar. Shu bilan qarasizki 20 ta shox, 18-22 atrofida kesish juda qulay bo'ladi. Qoida nima aytayim? Eng oddiy qoida. Eng qalin 2 ta, maksimum 3 ta shox chiqaramiz. Boshqa ishimiz yo'q bizning. Maydalar kesib tashlaymiz, 2 ta 3 ta eng qalin shox chiqaramiz. Masalan, mana uni sal tortib turinglar-dir. Chalg'ityapti. Hop. Ko'rdinglar, mana qalin shoxlar bor-ku. Eng qalinlardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib mana shu yaxshi yangilashimiz kerak. Kelajagi yo'q bu shox. Bu ketadi, o'rniga mana uni tarbiyalaymiz. Yerdan turib egishimiz mumkin. Mana 1, 2, yana bitta ikkita shox egamiz bo'ldi. O'z birinchi 3 yilda qilamiz xolos bu ishni. May oyida kelamiz, qaranglar. Egish bunaqa bo'ladi. Keldingiz mana shunaqa qalin o'sganlarni bitta ikkita shox egasiz xolos bitta daraxtdan. Mayda, iyunda, iyulda, avgustda jami 8 ta shox egib bo'ldik. Tushundinglar? O'sgan sari yaxshi o'ssa shoxingiz egaverasiz. Har oyda bitta ikkitadan, yaxshi o'smasa shox kam bo'lsa, tanaffus bilan balki 2 oyda qilarsiz, o'ziga qarab. Ya'ni daraxtni o'zi aytadi sizlarga. Shox chiqarib berayotganligi, kuchli o'sayotganligi belgisi. Buni kuchli o'sayotganligi sababi nima, kim aytadi? Mevasi yo'q. Meva yo'q. Endi buni solishtiramiz. O'shanda ushlab turgin. Sal kengroq olasizlar. Keresh shox o'sganmi bu yerda? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q. Absolutni yo'q. Minimum o'sish bormi? 15-20. 15-20. Endi uchlari mevaga otib olish kerak bo'ladi. Keyingi yil meva qilishiga qarab bu o'zini o'zi sterilashtiradi. Granny Smith umuman kimyoviy dori sepmaymiz birinchi 5-6 yilda. Keyinchalik meva ko'payib ketsa, keyin sepishimiz mumkin. Yengil programma. Yoki qo'lda yengil kirlar. Bu ham yaxshi olmaydi. Kisli bo'ladi. Nima savolimiz bor hozir? Bitta savol. Qator orasi bo'yi, qator orasini 80% tashkil qilish kerak, to'g'rimi? Hop. Nimaga bu baland? Qator orasini nisbatan. Qator orasi 3,5, buni 80% bo'ladi-da.
3,5'ni 80% tashlaymiz. 4'ü 80% 3,5. Bu shoh negishni bir payti bormi yo'qmi? Shoh bir Bu biz baland qilalaymiz bunda. Tros turibdi-yu. Ha. Trosga bog'lanadi. Trosdan eng yuqori simdan o'zi bitta sim bo'lish kerak edi bizda. Hatto u simimiz bu yerda yo'q ekan. Trosni reja qilamiz. Trosga bog'lanadi-da, o'shaning tepasidan 5-10 sm qo'yib hammasi kesib tashladi. Tekis qilib. Buni yozda qilamiz, sentyabr oyida. 4 metr bo'ladi. Bahorda qilmaymiz bu ishni. To'g'rimidir? Yoki oktyabrda barg borligida qilinadi. Barg borligida tepasini bo'yini kesib kamaytirish, keyinchalik o'smasligiga olib boradi. Barg yo'qligida kessanglar, qishda, bahorda jinniga o'xshab tepasi o'sib ketib qoladi. Xuddi giloshnikida. Ha, o'shaning uchun to'g'ri. Mana bu o'sha eng qalin shoximiz mana. Buni ketadi. Bitta ikkita oradan seriylashtiramiz bularni. Bo'ldi, bu daraxt turaveradi. Endi buning ichiga egishga hech kim kirmaydi, chunki daraxtlarimiz katta, o'zi meva bilan yotib qolsa, qoldi, bo'lmasa shoxlar kesib turaveramiz. 7-yilda ham kirib olib baylan shu sirk bo'lib ketadi keyin. Uchini boylab chiqish uchun bari bitta texnika kerak. Yo'q, platforma qilinadi-da bu yerda. Platformada yuramiz. Platforma ishlaydi bu yerda. Intensiv bog'da doimiy platformalar ishlaydi. O'shaning uchun kelajakda o'sha ko'p liderli, 4-6 liderli olmalar qiladigan bo'lsak, bo'yini 2,5 metr ushlashimiz kerak bo'ladi. Orasi yaqin bo'ladi. Orasi yaqin bo'ladi, yon shoxi bo'lmaydi. Shuni ikkita liderlik qilib tarbiyalash iloji yo'qmi? Yo'q, bularda qilsa bo'ladi ikkitalik. Faqat bu azaldan o'zi Italiyaga borganimda, italyanlar ham xuddi shu savolni berdi. Ular aytdiki, ikkitani o'stirib, bog'lab, buni har bittasini bog'lash kerak. Biz qilganmiz ikkitalik. Golden'da, Pink Lady'ni, Galani Qibrayda men qilganman. 2015-yilda ekkan bog'imizda juda ham baylashingiz ko'payib ketdi. Ko'payib ketadi, keyin o'sha olmangizni ikkiga bo'lib olasiz, ikkita liderda. Bitta lider o'shani bera oladi o'zi tagini olsangiz. Shuning uchun 1 metr ekish kerak edi, 1 metr ekish kerak edi. Bitta liderda M9 da biz qulay 4 metrda daraxtlar to'xtatib olamiz. 2,5-3 metrda uzatganingiz qaysi u? 106 dami? Bo'yimi?